Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana bugun 12-may. Bugungi videomiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani olinyapti. Kesma ko'lash jarayonidamiz. Ishimizning tezligi mana xudo xolasa yaxshi. 20 ta o'ttizta ishchining vazifasini bajaryapti. Motoblogimiz. Kesmalarimiz bexato ko'chyapti. Ana bir soatda hop 10 soatga oshara joyi xotirjam to'ladi. 1 soatga ham bormadi. Dehqonlarga oson bo'lishi uchun sharoitlar qilindi. Mana xudo xolasa zo'r ish. Dehqonchiliklarga Alloh baraka bersin. Dehqonlarimizni doim mahsulotlari zo'r pul bo'lsa, hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Malades mana do'stim, ham sinfdoshim, ham qarindosh ikkalamiz shaydamiz. Sog' bo'linglar.